Toshkentda do'konlar va dorixonalar peshlavhalari uchun soliq solinmoqda. Jizzaxdagi kichik va katta AES energoblokining ishga tushirilish sanasi ma'lum qilindi. Iste'mol qilish muddati tugayotgan oziq-ovqat mahsulotlari uchun chegirmalar joriy qilinadi. Yirik siyosiy arbob Ismoil Jo'rabekov 94 yoshda vafot etdi. Kun davomida kunuzda yoritilgan muhim mahalliy yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Toshkent shahridagi do'konlar va dorixonalarga Raqamli rivojlanish departamenti ogohlantirish xati yubormoqda. Unda do'konning nomi yozilgan peshlavhalar tashqi reklama deb baholangan. Qayd etilishicha, bu Vazirlar Mahkamasining 2020-yil fevral oyidagi 104-sonli qarorida nazarda tutilgan. Unga ko'ra, axborot beruvchi peshlavhalar yuzasi 1 kvadrat metrdan ortiq bo'lishi mumkin emas. Aks holda ular tashqi reklama deb baholanadi va belgilangan tartibda reklama joyining pasporti rasmiylashtirilib, to'lov qilinishi lozim. Biznes ombudsman rasmiysining so'zlariga ko'ra, hokimlikning talabi qonuniy, ammo adolatsiz. Kichik quvvatli AES birinchi energobloki 2029-yilda, ikkinchisi esa oradan 6 oy o'tib ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, katta AES birinchi energobloki 2033-yilda, ikkinchisi esa 2035-yilda ishga tushirilishi mumkin. Bu haqda O'zatom direktori Azim Ahmadxo'jayev 25-sentyabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan Jahon atom haftaligi xalqaro forumida ma'lum qildi. O'zatom va Rosatom o'rtasidagi yangi kelishuvga ko'ra, Jizzaxda kichik va katta AES quriladi. Ular birgalikda 525 gektar umumiy maydonda joylashadi. Bu loyiha O'zbekistonni qo'shaloq AESga ega dunyodagi birinchi davlatga aylantiradi. Bu haqda oqilona iste'mol dasturini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi belgilangan. Unga ko'ra, doimiy ravishda yirik savdo markazlari va oziq-ovqat do'konlarida iste'mol qilish muddati tugash arafasida bo'lgan mahsulotlar rastalari tashkil etiladi. Iste'mol qilish muddati tugash arafasida bo'lgan mahsulotlar narxi har 10 kunda pasaytirib boriladi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xavfsizlik choralari bo'yicha bir nechta tavsiya berdi. Qayd qilinishicha, telefonni quvvatlagichda nazoratsiz qoldirish turli xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ta'kidlanishicha, telefon yoki quvvatlagich haddan tashqari qizib ketishi mumkin. Elektr toki uzilishlari yoki kuchlanishning o'zgarishi, portlash yoxud yong'inga sabab bo'lishi ehtimoli mavjud. Shuningdek, telefonni kechasi quvvatga qo'yib uxlamaslik, ortiqcha qizib ketgan bo'lsa, quvvatdan uzib sovishini kutish hamda zarur bo'lmasa doimiy ravishda 100% quvvatda saqlamaslik tavsiya etiladi. Ismoil Jo'rabekov 1931-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan. U uzoq yillar davomida Respublika melioratsiya va suv xo'jaligi vaziri, O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi o'rinbosari kabi lavozimlarda ishladi. Mustaqillikning ilk yillarida agrosanoat sohasini boshqargan. Fuqaro muhofazasi ishlari bo'yicha vazir bo'lgan. 1994-1998-yillarda bosh vazir o'rinbosari, qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan. 2000-2004-yillarda esa O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. U O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan irrigator va O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi faxriy unvonlari hamda mehnat shuhrati, el yurt hurmati, buyuk xizmatlari uchun, fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.